turgan qoyazi tagida 30 metr tagida Zulkifl alayhissalomning qabri joylashgan edi 1995-yilda. Lekin bu yerlar hozir ko'rib turganingiz daryo, lekin 95-yillarda hech qanday bu yerda suv bo'lmagan. Lekin suv to'g'oni tosh xavfi bo'lganligi uchun Turkiya hukumatı qaror qilganki 95-yilda Zulkifl payg'ambarni qabrini olamiz bu yerdan. Ya'ni ana shu turgan qoyani tagida, g'orda, roppa-rosa 30 metr tagida g'ordan olib chiqib kelishgan. 10 kishi mas'ul bo'lgan va 10 kishi kirib olishmoqchi bo'lgan. U g'orning ichidan qabr oldi to'g'on bo'lgan va ana shu to'g'onni buzamiz deb turgan paytda yuzlariga juda ham qattiq issiqlik va olov urgan va natijada kira olishmagan. 1-2 kun shunday qilishgan, oxiri bo'lmagandan keyin ichlarida albatta islom olimi ham bo'lgan. U ko'plab duolar natijasida va payg'ambarga tushuntirishlari natijasida undan keyingina kira olishgan. Ya'ni duolar natijasida 2 kundan keyingina ana shu g'orda payg'ambar Zulkifl alayhissalomning qabriga yetib borishgan. Va ular shunday eslashadiki, 10 kishi mas'ul bo'lgan va 10 kishining barchasi shunday eslaydiki, payg'ambar qabriga tegganimizda, Zulkifl alayhissalomga tegingan paytimizda ularning qabrlari, ya'ni ularning jasadlari, ularning muqaddas jasadlari yumshoq edi deb eslashadi va hech qanday tiyilmagan holatda turgani deyishadi. Ular aynan o'sha yerdan olib, qabrni olib shu yerga olib kelishgan. Shu turgan tepaligimizga olib kelib ko'mishgan va buni hech kimga aytishmagan. 20 yil mobaynida sir qolgan. Bu ishlarning barchasi 95-yil bo'lgan va 2015-yilga kelib sekin asta bu sir asrorlar fosh bo'lgan. Aynan Alyasa va Zulkifl alayhissalom qabrlari shu yerda, oldingi videoda aytgan kabi daryodan olib, aynan o'sha suv to'g'oni bo'lish xavfi bo'lganligi uchun shu yerga olib ko'milgan.